ming marta rahmat hurmatli prezidentimizga to'xtamay so'rab turibdi mendan. Nima bo'lyapti men xalqimga deb. Ham birortasi norozi bo'lmasin, hammasi joy-joyiga qo'yib bergin deyapti. Mana rahbarimiz ham jo'natdi. Kelib turibdi mana oyog'ida eti bilan hamma xodimlar kelib chiqyapmiz biz ham. Tomosha qilib o'tirganimiz yo'q. Bir-birimizni tushungan bo'lsak, hali nima deydi, olomonlik qilmanglar. Men e'tibor olaman deb, meni talba qilmanglar, boshqa qilmanglar. Men ketmayman, mana shu yerda qolaman mana shu mahallada bilan. Men qolgandan keyin atrofimda hamma rahbarlar qoladi. Ertaga paratimiz bor, unga ham bormayman. Mana shu mahallada parat olamiz hammamiz. Shu ishlarni bitirib bersam, hammalarni rozi qilib, keyin chiqib ketaman shu mahalladan. Qo'ni qo'shinga, mahalla-ko'yga ham yetkazib qo'yish gaplarni. Mabodo biz bilmagan savollaring bo'lsa, mana shtabda men kirgizgan odamlar bor. Ashlarga aytinglar, nimadir yordam kerak bo'lsa, beramiz, qanaqadir yordam kerak bo'lsa. Menimcha tushunarli bo'ldi. Kim bu odamga rozimisiz? Abdullayev Ermatjon, Imonboy Musulmonqul. To'g'ri ekan. Nechta? 35 ta. 35 kilo. Nima zararlangan bo'lsa, hattoki ekin ekkan bo'lsa, masalan uchun pomidor ekkan bo'lsa, nechta ona pomidor kutyapti bundan. Bugun bozor bahosi necha pul bo'ladi? Bozor bahosida hamma yo'g'ini hisob-kitob qildik. Hozir mana o'zingiz ko'rib turibsiz, pullarni olib kelib qo'ydik. Hozir hamma xalqimizga bugun kechasi ham pullarini beramiz. Gol jiyaniga. Gol. Yo'q, aka. Uyga keldim 3 kishi o'tiramiz. Mushkullar oson qilsin akalar. Ismim Bobur, tabiiyman. Mana bu. Yo'q ekan. Endi keldingizmi? 24 million 800. 24 million 800 ekan. Qaysi mahalla? 4 milyon tam arkasiga hisoblaganmiz, teknisasi bilan bo'ldi. Bu yoq 4 sotik ekan, hammasi bo'ldi. O 2 xona uy devorlariga 10 million so'm hisoblaganmiz, qo'shnisiga olib kelgandik. Keyin 2 million so'm podvalini remontiga hisoblaganmiz. Bo'ldi, suv to'lib qolganda transportingiz bormi? Pul kerak, pul. Tilni sayratadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'allarni tushiradigan ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul.